Salom, mening ismim Maftuna. Hozir sizga kompyuter haqida gapirib bermoqchiman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bugungi kunda kompyuter texnologiyalarsiz hayotni tasavvur qilish juda qiyin. Har kuni millionlab odamlar kompyuterdan foydalanadi. Maktabda, ishxonada, uyda va hattoki savdo do'konlarida ham kompyuterlardan foydalanadi. Kompyuter texnologiyalari odamlarning ishini osonlashtiribgina qolmay, uni tez va sifatli bajarishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalari ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar keltirib chiqardi. Ilgari darslar faqat doska va kitob orqali o'tilgan bo'lsa, hozir o'quvchilar onlayn darslarda ishtirok etishlari mumkin. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar orqali uyda o'tirib ham dars olish mumkin. Shuningdek, ingliz tilini yoki matematika fanini o'rganish uchun o'quv dasturlar va veb-saytlar juda ko'p. Masalan, Duolingo, Han Academy, Quizlet va boshqa ko'plab saytlardan o'quvchilar bilim olishyapti. Bularning barchasi kompyuter texnologiyalarining mahsuli. Bugungi kunda deyarli barcha ishxonalar kompyuter bilan ishlaydi. Shifokor bemor ma'lumotlarini kompyuterda saqlaydi. Buxgalter hisob-kitobni Excel dasturida qiladi. Muhandis loyihani kompyuter dasturida chizadi. Kompyuter texnologiyani bilgan odamlar yaxshi kasb va daromadli ish topishadi. Agar siz kelajakda grafik dizayner, dasturchi yoki video tahlilchi bo'lishni istasangiz, kompyuter sizning asosiy qurolingiz bo'ladi. Hattoki fermerlar ham hozirda kompyuter bilan bog'langan texnikalar orqali yerga suv berish yoki urug' sepish ishlarini olib borishyapti. Kompyuter texnologiyalari kundalik hayotda ham ko'plab qulayliklar yaratdi. Masalan, oziq-ovqat buyurtma qilish, metroga chipta olish, telefon orqali to'lov qilish, bularning barchasi kompyuter texnologiyalarining mahsuli. Shuningdek, video o'yinlar, filmlar, musiqalar kompyuter orqali ishlatiladi va bu insonlar uchun dam olish vositasi hisoblanadi. Oilalar uzoqdagi qarindoshlar bilan video muloqot orqali ko'rishishadi. O'quvchilar do'stlari bilan onlayn o'yinlar o'ynab muloqotda bo'lishadi. Bu texnologiyalar dunyoni yaqinlashtiradi. Tibbiyotda ham kompyuter texnologiyalar katta yordam beradi. Kompyuter yordamida yurak urishini kuzatish, qon tahlillerini tahlil qilish va hattoki robot yordamida operatsiyalarni bajarish mumkin. Shuningdek, xavfsizlik kameralari, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash tizimlari ham kompyuter asosida ishlaydi. Kompyuter texnologiyalari hayotimizni osonlashtirib, uni tez va sifatli bajarishga yordam beradi. Uni qulay, tez va samarali qiladi. Har bir bola bu texnologiyani tushunishi, undan foydali maqsadda foydalanishi va ayniqsa uni yaxshi niyatda ishlatish kerak. Chunki kelajak texnologiya bilan chambarchas bog'liq. Hozirdan kompyuter savodxonligini oshirish bu mustahkam kelajak sari qadamdir. Siz bilan Maftuna bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.